Demak, endi o'rganadiganimiz geometrik progressiya. Boya sizlar bilan o'rgandik, rekurrent formula nima ekanligini, arifmetik progressiya nima ekanligini, hamda ketma-ketlik aynan nima ekanligini o'rgandik. Endi hozir o'rganganimiz geometrik progressiya. Geometrik progressiya o'zi nima? Ketma-ketlikka qaytib to'xtalib o'tirmaymiz. Boyaga ko'rdik. Ana endi geometrik progressiya deganda bizga B1, B2, B3 va hokazo Bn ketma-ketlik berilgan bo'lib, bu ketma-ketlikda ayni bir xatlar nisbati mos ravishda o'zgarsa, ya'ni har bir keyin keluvchisi birinchisi keluvchisidan bir necha marta ortishi yoki kamayishi bilan bog'liq bo'ladigan ketma-ketlikdan iborat bo'lgan progressiyaga geometrik progressiya deyilar ekan. Ya'ni bundan bilib olishimiz mumkin nimani? B2 teng demoqchi B1 karra Q, B3 teng bo'lar ekan B2 karra Q, B4 teng bo'lar ekan B3 karra Q va hokazo. Bn teng bo'lar ekan B1 karra Bn-1 karra Q. Mana shu ko'rinishdagi ketma-ketlik qonuniyatini o'rganuvchi progressiyaga geometrik progressiya deyilar ekan. Ana endi geometrik progressiyada biz ishlaydigan elementlarni ko'ramiz. Bu yerda ham B1 birinchi nomerli xat, Bn n'inchi nomerli xat. Q esa ana endi nomni qaraymiz. Q geometrik progressiyaning maxraji deyiladi. Nima uchun maxraj? Qni topish uchun nima ishni amalga oshiramiz? Geometrik progressiyada qni topishimiz uchun q nimaga teng bo'lib qoldi? B2 karra B1. Q nimaga teng bo'ldi? B3 karra B2. Q nimaga teng bo'ldi? B4 karra B3. Demak, qni topishimiz uchun har bir keyingisidan oldingisidan nima qilyapmiz? Bo'lyapmiz. O'sha sababli bu geometrik progressiyaning maxraji deyilar ekan. Tushunarlimi? Ana endi geometrik progressiyada ham n'inchi xat degan tushuncha bor. Aynan n'inchi xat qanday hosil qilinadi? Bizga B2 berilgan, buni qaytib yozib o'tirmayman. B3 nimaga teng? B2 karra qo'yganmi? B2 ning o'rniga nima yozaman? B1 karra Q. Yozsam, B1 karra Q hosil bo'ldimi? Bu nima degani? B1 karra Qni kvadrati. B4 ning o'rniga qaranglar. B4 nimaga teng? B3 karra Qmi. B3 o'rniga nima yozaman? B1 karra Qni kvadrati. Demak, B1 karra Qni kvadrati karra Q. Nima hosil bo'ldi? B1 karra Qning kubi. Endi qanday bog'liqlik qilishim mumkin? Xo'p, bog'liqlik hosil bo'lish jarayonida men nima yozaman? Mana bu kvadrat va darajadagilarni n ga bog'layman. N ga bog'lashib qanday? B3 teng B1 karra Qni 3 minus birinchisi. B4 teng B1 karra Qni 4 minus birinchisi. Nima hosil bo'ldi? Bn teng B1 karra Qni n minus birinchisi. Mana bu geometrik progressiyaning n'inchi xatini topish formulasi bo'ldi. Tushunarlimi? Demak, geometrik progressiyada n'inchi xatni topishimiz uchun birinchi xatiga uning maxrajini n-1 darajasini nima qilishimiz kerak? Ko'paytirishimiz kerak. Endi tushunarli bo'lishi uchun yaxshilab nima deydi, o'zlaringizga bitta belgicha qilib olishlaringiz uchun mana bu nomerdagi xat qanday ifoda bilan? Buni indeksi necha? Buni darajasi necha? Endi qo'shinglar ham? N. Tushundingizmi? Mana buni asosi necha? 1. Buni darajasi necha? Qo'shinglar ham? Nechinchi nomer ekan? Qarang, daraja 1, daraja 3, asos indeksi 1. Qo'shsak 4. Demak, berilayotgan nomerning indeksi birinchi xat bilan Qni darajasi yig'indisiga teng bo'ladi. Tushunarli? Bu geometrik progressiya. Kichik bir elementlar eslab qolish uchun. Aynan geometrik progressiyada ham o'sish va kamayish haqidagi tushuncha bor. Geometrik progressiyada o'sish kamayish nima? Agar Q birdan katta bo'ladigan bo'lsa, bunday geometrik progressiyaga o'suvchi geometrik progressiya deyiladi. Qni qiymati birdan katta qiymat qabul qilsa, bunday geometrik progressiyaga o'suvchi geometrik progressiya deyiladi.
Agar Q 0 dan katta, 1 dan kichik oraliqni qabul qilsa, bunday geometrik progressiyaga kamayuvchi geometrik progressiya deyiladi. Eslab qolamiz, o'sish va kamayish endi Q bu yerda manfiy qiymat qabul qilishi mumkin. Agar manfiy qiymat qabul qilsa, uni na o'suvchi deymiz, na kamayuvchi deymiz. Nimaga? Qda Q manfiy bo'lsa, tushunishlarimiz uchun manfiy sonning kvadrati nima? Kubichi? Demak, bitta hadi musbat, bitta hadi manfiy. Bitta hadi musbat, bitta hadi manfiy. Shu sababli uni na kamayuvchi, na o'suvchiga keltiramiz. Tushunarli? Q 0 dan kichik bo'lsa, na kamayuvchi, na o'suvchi. Lekin eslab qolishimiz kerak, Q 1 ga teng emas. Sabab Q 1 ga teng bo'lib qolsa, bu aritmetik progressiyada agar D 0 ga teng bo'lib qolsa, birinchi hadni o'ziga teng bo'lib qoladi. Agar Q 1 ga teng bo'lib qolsa, barcha hadi o'ziga teng bo'lib qoladi. Bu geometrik progressiyani tashkil qilmaydi. Tushunarli? Bu o'sishi, kamayishi geometrik progressiya nima ekanligi. Ana endi geometrik progressiyaning xossalariga to'xtalamiz. Geometrik progressiyaning xossalari. Qanday xossalar bor? Birinchisi, B2 tegan ildiz ostida B1 karra B3 isbotlar. Nima deb yozsak bo'ladi? Endi qaranglar, B1 karra B3 deganimni bittadan yozib olaman. B3 nimaga teng? B1 karra Q ning kvadratimi? Bundan ildiz chiqarsam nima ifoda olsa bo'ladi? Ildiz ostida B1 ning kvadrati karra Q ning kvadrati bo'lsa, bu narsa ildizda B1 karra Q ning qavs kvadrati desam, kvadratni qisqartirib betsam nima qoldi? B1 karra Q. Bu nimaga teng? Ikkinchi nomerdagi xat. Tushunarli? Endi keyingisi Bn teng ildiz ostida Bn minus 1 karra Bn plus 1. Tushundingizlarmi? Hozirgiga o'xshab. Demak, berilgan xatdan bitta oldingisi bilan bitta keyingisini ko'paytmasdan kvadrat ildiz chiqarsam, o'sha o'rtadagi xatni nima qilar ekan? Hosil bo'lar ekan. Xuddi shunday yana bitta bog'liqlik formulasini ana endi yozishim mumkin. Bn teng ildiz ostida Bn minus L karra Bn plus L. Ya'ni bir nechta xat oldingi va bir nechta xat keyingi o'rtadagi reaksiya bo'lishi. Shunda xatlar ko'paytmasini olib ildiz chiqarsam, yana teng o'rtadagi xati hosil bo'ladi. Tushunarlimi? Ana bu. Xo'p, keyingisi to'rtinchi xossasi Bn karra Bm teng bo'lar ekan Bk karra Bl ga. Endi shartini biroz o'ylab ko'ringlar. Shart qanday bo'ladi? Sharti. Xo'sh, indekslar yig'indisi yana baribir teng bo'lishi kerak. Nimaga? U yerda Q ning darajasiga bor. Q ning darajasiga beradi. Q ning darajasiga berishi isbotini bitta ko'rib chiqamiz, undan keyin yozamiz. Demak, Bn nimaga teng bo'ldi? B1 karra Q ning n minus 1-chisimi? Bm nimaga teng bo'ldi? B1 karra Q ning n minus 1-chisi. Ana endi nima hosil bo'ldi bizda? Keyingi tarafda B k nimaga teng? B1 karra Q ning k minus 1-chisi. Bl nimaga teng? B1 karra Q ning L minus 1-chisi. B1 nima qildi? Qisqarib ketdi. Darajani qo'shib yozsam, demak Q ning n plus m-chisi minus 2 bo'ldimi? Teng Q ning k plus l-chisi minus 2. Minus 2 degani taqsimda Q ning kvadrati bor degani. Q ning kvadratiga ko'paytirib yuborsam nima ifodasi bo'ladi bunda? Q ning n plus m-chisi teng Q ning k plus l-chisi. Demak, bu yerda xossan o'rinli bo'lar ekan, qachon va aytganimizdek indekslar yig'indisi bir-biriga nima bo'lsa, teng bo'lsa, bu xossamiz doim o'rinli bo'lar ekan. Tushunarlimi? Bu geometrik progressiyadagi xossalar. Va yana bittasi endi o'rganadiganimiz geometrik progressiyaning dastlabki n hadini yig'indisini topish formulasi. Hozir bir nechta xossa ko'rdik, aynan geometrik progressiyada ustida misollar keltirishlar shu. Qaysidir nomerli hadini top yoki bu nomerdan oldingi hadi nima yoki mana bu xossa orqali o'rtadagi hadini top degan misollar uchun bizga xossalar juda ham kerak. Ana endi geometrik progressiyaning dastlabki n hadi yig'indisi. Bu nima degani? Geometrik progressiyaning dastlabki n hadi yig'indisi.
bizga geometrik progressiya berilgan bo'lsin. B1, B2, B3 va hokazo Bn va hokazo ketaversin. Biz qancha qismni olamiz? B1 dan toki qayergacha? Bn gacha. Bu yerda Sn nima? Dastlabki n deyotganligi uchun masalan S2 deganda nimani tushunishimiz kerak. S2 birinchi va ikkinchi xat yig'indisi. S4 desa 1, 2, 3, 4. S10 desa 1 dan boshlab toki 10-xatgacha bo'lgan xatlar yig'indisi. Demak, Sn teng bo'lish kerak ekan B1 plus B2 plus B3 plus hokazo plus Bn ga. Bu yerda formulamiz Sn teng B1 karra 1 minus q ni n'si taqsimda 1 minus q formula bilan topilar ekan. Bu nima bo'ldi? Dastlabki n xatini yig'indisini topish formulasi bo'ldi. Tushunarlimi? Ana endi dastlabki n xat yig'indisini topish formulasi bilan bog'liq bo'ladigan qismi xuddi boyagiga o'xshab. Bu yerda Sn dan Sn minus 1 ni aytsam nima qoladi? Sn dan Sn minus 1 Bn, ya'ni qanday hosil bo'ldi desa, mana bu yerga n minus 1 qilib bu yerni Bn qilsam, n minus 1 degani B1 dan toki Bn minus 1 gacha. Bn degani esa B1 dan Bn gacha. Bu yig'indan narigi yig'indan ayiradigan bo'lsa, o'rtada bitta xat, ya'ni oxirgi xati nima qiladi? Ortib qoladi. Bu geometrik progressiyaning dastlabki n xatini yig'indisini topish formulasi bo'ldi. Ana endi ozgina davomi bor bu. Geometrik progressiyada cheksiz kamayuvchi degan tushuncha bor. Cheksiz kamayuvchi degani nima? Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya. Cheksiz kamayuvchi progressiya. Aynan bu qanday progressiya hisoblanadi? Berilgan geometrik progressiyaning hallari 0 ga qarab yaqinlashib ketishda hosil bo'lgan progressiyaga cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya deyiladi. Bu qanday izohlanadi desa, geometrik progressiyada hallar bor, bilasizlarmi? B1, B2, B3, B va hokazo cheksizga qarab yozaman. Ya'ni aslida cheksiz ketdi bu. Endi hali emas, cheksiz barcha hallar yig'indisi. Faqat bu yerda bizga beriladigan q nima bo'lishi kerak? 1 dan kichik bo'lishi kerak. Demak, cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya bo'lishi uchun geometrik progressiyaning mahraji 0 va 1 oraliqdagi son bo'lishi kerak. Nima sababdan desa, misol uchun sizlarga ko'rsataman. Geometrik progressiyaning mahraji 1 taqsim 2 bo'lsin. B2 nimaga teng? B1 karra 1 taqsim 2 gami? B3 nimaga teng? B1 karra 1 taqsimda 4 mi? B4 nimaga teng? B1 karra 1 taqsimda 8 mi? Masalan, borsin B 1000 nimaga teng? B1000. B1 karra 1 taqsimda 2 ning nechinchisi? 999-si bilan qarang, 2999 degani bu juda ham katta son, lekin 1 taqsimda bo'lganligi uchun u nimaga qarab yaqinlashadi? 0 ga qarab yaqinlashadi, lekin 0 ga teng bo'la olmaydi. Bu ko'rinishdagi geometrik progressiyaga qanaqa deyilar ekan? Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya deyilar ekan. Shart mahraji 0 va 1 oraliqda nima qilish kerak? Bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Ana endi cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyada dastlabki n xat degani boyagi formulaga tushadi, lekin barcha xat degan tushuncha bor. Barcha xat yig'indisi desa, B1, B2 va hokazo qayergacha? Cheksizgacha biz uni S bilan belgilaymiz. N yozmaymiz. Nimaga? Biz n deb chegara qo'ymadik. Uni nima dedik? Barcha xat yig'indisi desak. Barcha xat yig'indisini topish formulasi S teng B1 taqsimda 1 minus q formula bilan hisoblanar ekan. Misol uchun bizga B1 6 bo'lsin. Qo'yimiz 1 taqsimda 2 bo'lsin. Geometrik progressiya berilgan. Bu qanaqa geometrik progressiya? Cheksiz kamayuvchi. Nimaga? U 0 va 1 oralig'ida. Ana endi biz B2 ni topsak nima bo'lar ekan? 3. B3 ni topsak nima bo'lar ekan? 1,5.
B to'g'ri topsak nima bo'lar ekan? 0.75 va hokazo kamayib ketyaptimi? Endi S ni topadigan bo'lsak-chi, S ni topishimiz uchun biz 6 ni bo'lishimiz kerak nimaga? 1 minus 1 taqsimda 2 ga. Natijamiz 6 taqsimda 1 taqsim 2 bo'ladi va ikki suratga chiqishining hisobiga 12. Demak, B1 6 va maxraji 1 taqsim 2 bo'lgan x kemaychi geometrik progressiyaning barcha hallari yig'indisi nechaga teng bo'lar ekan? 12 ga. Tushunarlimi? Bu geometrik progressiya va u haqidagi tushunchalar. Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya haqidagi tushuncha bo'ldi. Hamma tushundimi?